Assalomu alaykum qadrli dehqonlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Hozirgi kunda ko'pchilikni pomidorlarda qaychiba, ya'ni shu mazaki kasalligi tushib ketgan, ko'pchilik nima sepi, nima quyi deb so'rashayotganda juda ham ko'p. Shuning uchun xudo xolasa bu video ham sizlarga juda ham kerakli ma'lumot bo'ladi. Endi bu narsani o'zi kelib chiqish sababi ko'proq o'simlik suviga chalinishdan, chanqatib turib ko'proq suv berishdan, changlatganda shu changlatiladigan dorini o'suv nuqtaga tekkizib qo'yishlardan bo'ladi. Keyin teplisani ichi isib turgan bo'lsa, sirazi salqin havo kelgani hisobidan ham bu yerda peripat temperatura o'ynaydi, shuni hisobidan bo'ladi. Endi bunga o'zi qaychi bargga 100% mana bu dori bittada oladi degan dorisi yo'q. Ko'pchilik foydalanayotgan, yaxshi natija berayotgan narsalarni hozir ketma-ketlikda aytib o'taman. Xudo xolasa shulardan olib foydalansanglar bo'ladi. Agrazim mana shu mahsulot bo'ladi. Agrazim 10 litr suvga 20 grammdan agrazim, birinchi qo'llaniladigan ish. 20 gram agrazim, 5 grammdan yantarnik kislota, 5 grammdan bornik kislota. Plus bunga 15 grammdan magniy sulfatini qo'shib sepsanglar bo'ladi. Buni sepasizlar, oradan 2 kun o'tganidan keyin hozir ko'pchilik ishlatayotgan biogluten 10 litr suvga 50 gram, xuddi shu firmada gummatkali mahsulotidan 10 litr suvga 50 grammdan qo'shib sepasizlar. Tigida nami borda sepiladi bular hammasi. Undan keyingi berishinglarga izobion 10 litr suvga 20 gram, kalsiy nitrat, o'sha Yara firmanikimi, Salarnikimi, Hayfanikimi farqi yo'q. Kalsiy nitratdan 10 litr suvga 15 gram qo'shasizlar shu izobionga. Keyin tenza kokteyl desam, ko'pchilik manbi bo'lar ekan, bu deyshoti tenza kokteyl mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni endi 1 kilolik ham bo'ladi, bu menda turgani 5 kiloligi. Mana shu izobion, kalsiy qo'shib foydalansanglar bo'ladi tenza kokteyl qilib. Shu uchalasini bitta sepsanglar ham tez ochadi, ham o'simlikni o'zini immuniteti ko'tarilib, barglari kattalashib, rivojlanishlar yaxshi bo'ladi xudo xolasa. Mana shulardan olib foydalansanglar bo'ladi. Endi sug'orish rejimiga ham e'tibor beraylik. Iloji boricha chanqatib qo'ymanglar o'simlikni. Kulli isib qoldi. Bu yog'iga qattiq isib ketgandan keyin barglari lo'tka bo'lib, qo'jirab turadi, chunki teplisani ichidagi o'sha issiq havo o'simlikni tanasidagi suyuqlikni isparina qilib yuboradi. Shuni hisobidan pastdagi barglardan lo'tka bo'lib, baylari yopilib, shu qaychi baylarni kelib chiqishiga sabab bo'lib qolmasin. Shulardan foydalaninglar, ko'pchilikga beryapman. Xudo xolasa yaxshi ishlayotgan narsalar shu. Dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin, sog' bo'linglar.